Barchaga assalomu alaykum. Zamon uylari kuzatuvchilari, siz uchun ajoyib yangilik bilan chiqyapman. Samarqand shahar markazida, ya'ni vokzalda joylashgan 2 xonalik uyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimiz yangi remontdan chiqqan va biz birinchi xonamizdan boshlaymiz. Demak, bu kattalar yotoqxonasi. E'tibor qarating. Barchasi yangi, ya'ni mebellar, texnikalari, teplo poli mavjud. Oynalariga e'tibor qarating. Xo'p. Bu bizning holimiz. Hozir eshiklar yopaman. Garderobniy. Demak, biz navbatdagi xonamiz, ya'ni mehmonxonaga o'tamiz. Bu yerda o'zingizni divaningizni yoki stol-stullingizni joylashtirishingiz mumkin. Xo'p, bu oshxonamizga o'tamiz. Oshxonamizda esa barcha texnikalar, mebellar jihozlangan. Yangi kir yuvish mashinasi, gaz plita, vitishkalar, xullas qilib aytganda barcha sharoitlari mavjud. Xo'p, bu sanuzilimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu xonadonimiz vokzalda joylashgan. Demak, umumiy maydoni 53 kvadrat metr, narxiga keladigan bo'lsak, 47.000 AQSh dollariga baholanyapti. Albatta, savdosi mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranda raqamlar qoldiraman, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin.